Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kunlar o'tib Allohning marhamati bilan azizlar, Hadicha onamiz oilasiga katta quvonch kirib bordi. Qanday quvonch deysizmi? Har qanday ota eshitganda beixtiyor ko'ziga quvonch yoshi keladigan xabar keldi. Hadicha onamiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'zlarini og'ir oyoq bo'lib qolganliklarini xabarini berdilar. Payg'ambarimiz alayhisalom juda xursand bo'lib ketgan edilar. Keyin bir o'g'il ko'rdilar. O'g'illariga yaxshi niyatlar ila Qosim deb ism qo'ydilar. Lekin o'zingiz shohidi bo'lgansiz. Biz tasadduq ya Rasululloh suhbatlarini o'tkazganimizda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni qancha qiyinchilik va zahmat sinovlariga uchraganligini bilgan edingiz. Mana shu sinovlar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga hatto payg'ambar bo'lmasdan turib ham izma-iz yurgan edi. Kechagina xursand bo'lgan Qosim deb ism qo'ygan bu o'g'illari hech qancha yashamasdan olamdan o'tib qoldilar. Lekin sabr bardoshlik, erta onasidan ayrilgan, otasini ko'rmagan, qancha qiyinchilik va zahmatlarga chidagan bu zot bu musibatda ham Allohdan yengilligini so'rab sabr qildilar. Hadicha onamizni yupatdilar. Alloh azza va jalla tez kunda ularga yana bir homiladorlik yangiligini berdi. Yana xonadonga nur to'lib ketdi. Yana xonadonda baxt va saodat bo'lib ketdi. Quvonchlar ichida qoldilar va Alloh yana bir o'g'il berdi. Payg'ambarimiz alayhissalom yana o'g'il ko'rdilar. Juda xursand bo'ldilar va unga Abdulloh deb ism qo'ydilar. Ammo taqdir bu xursandchilik ham uzoqqa bormadi. Bu o'g'illari ham olamdan o'tib qoldi. Qayg'u, alam ustida qoldilar. Ikkita go'dak o'g'lidan ayrildi. Qarangki, bu Hadicha onamiz uchun ham, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun ham o'ta og'ir edi. Lekin sabr qildilar. Hech qachon besabrlik qilmadilar va tez kunda ularga Alloh taolo go'zal bir qiz ato qildi. Qiziga Zaynab deb ism qo'ydilar. O'zlariga o'xshagan go'zal bir qiz ko'rganligidan payg'ambarimiz alayhisalom xursand bo'lib turgan edilar. Oradan yana ozgina muddat o'tib Alloh yana bir go'zal qiz ato qildi. Bu qizlariga Ruqayya deb ism qo'ydilar. Opa-singil payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning uylarida egizakdek bo'lib katta bo'lardilar. Lekin Hadicha onamiz bir oz qalbida xafalik bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita o'g'illari olamdan o'tib qoldi. Arablarda katta baho o'g'ilga berilardi. O'g'li bo'lmaslik ular uchun juda musibat edi. Shuning uchun qanday qilib ko'ngillarini ovlashni bilmadilar. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga o'zlarini qulini Zaydni yetalab keldilar. Aytdilarki, mana shu Zayd menga go'dakligida kelgan, bolamdek bo'lib qolgan, shuni sizga beray dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zaydni qo'liga oldi va Zaydga shu qadar bog'lanib qoldiki, uni yaxshi ko'rganligidan hatto bu go'dak bolani yetalab olib chiqib Ka'ba oldida odamlarga e'lon qildilar. Odamlar guvoh bo'ling, Zayd bugundan o'g'limdir. Men undan meros olaman, u mendan meros olishga haqlidir deb yubordilar. Lekin kunlar o'tib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Zayd o'g'li emasligini va u uning xizmatkori ekanligini keyinchalik payg'ambar bo'lganlarda Alloh bu narsadan qaytargan edi. Ungacha esa Zaydni go'yo o'g'ildek ko'rdi. Zayd ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni otasidek qabul qildi. Hatto asrab olingan bu qulni ota-onasi kelib olib ketamiz delganda ham ketmasdan o'zining xo'jayini bo'lgan, o'ziga ota deb qabul qilgan Muhammad alayhisalom bilan qolishligini ixtiyor qilgan edi. Ehtimol mana shu ishi bilan Hadicha onamiz bir oz bo'lsa-da ikkita o'g'lidan ayrilgan jufti halolini ko'ngillarini olishlikka harakat qilgandirlar. Kunlar o'tib borar, hayot o'zini izida davom etar. Oila ishlarini payg'ambarimiz alayhisalom boshqarar, Hadicha onamiz esa har kuni turmush o'rtog'ining xizmatlarini qilardi va qalbida doimo amakilardan eshitgan yangilik-yu, tushlarining ta'biri-yu, Ka'ba oldida yig'lab duo qilgan oxir zamon payg'ambari degan xabarini jufti haloldan eshitishlik va oxir zamon payg'ambarini jufti halolisan degan yangilikni eshitishlikka intizor bo'lib yashardilar. Bu orada ular yana bir qiz ko'rdilar. Bu qizlariga Ummu Gulsum deb ism qo'ydilar. Siz bilan bizga eng suyukli bo'lgan, doimo ismlarini eslaganimizda beixtiyor egizak farzandlari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumoni eslatadigan ayollarimizning sayyidasi, jannat ayollarining sayyidasi bo'lgan Fatima onamiz ham dunyoga keldilar.
Shunday qilib Xadija binti Xuvaylid radhiyallohu anha va Muhammad alayhissalom birgalikda oila qurganlarida 4 ta qiz ko'rdilar. O'g'il ko'ra olmadilar. Buni hikmatini faqatgina Allohning o'zi bilguvchidir. Nega o'g'il bermadi? Buni faqat Alloh biladi azizlar. Ehtimolki avvalgi payg'ambarlarning o'g'illari o'zlariga meros bo'lib qolganliklari, payg'ambarlikni davom ettirganliklari, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oxir zamon payg'ambari bo'lganligi uchun Alloh azza va jalla rasulimizga o'g'il berishlikni lozim topmadi. Vallohu a'lam. Buni haqiqatini faqatgina Allohning o'zi biladi. Lekin payg'ambarimiz alayhissalom biror marta nima uchun menda 4 ta qiz, nega o'g'il yo'q degan gapni gapirmaganlar. Allohni bu ne'matlariga shukrona qilib, to'rala qizlarni ham biridan birini yaxshi ko'rib, ularni izzat ikrom qilib, ular uchun hamma sharoitni yaratib, Xadija onamiz bilan birgalikda ularni baxt va saodati uchun birga harakat qilardilar. Kunlar o'tib borardi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam 40 yoshga kirdilar. Va siz bilan biz bilgan tarixiy voqea ro'y bera boshladi. O'sha yillari Rasulimiz alayhissalatu vasallam tez-tez uzlatga chiqadigan bo'lib qoldilar. Tushlar ko'radigan bo'lib qoldi. Nima tush ko'rsa o'ngida bo'ladigan bo'lib qoldi. Hayron bo'lardilar. Men nima tush ko'rsam o'ngimda bo'lyapti deb Xadija onamizga aytardilar. Hatto oxirgi paytda Hiro g'origa chiqib tahannus ibodatini qiladigan bo'ldilar. Ya'ni butun dunyoni ishlardan uzlatga chiqardilar. Hamma narsani unutib, bobolari Ibrohim Halilullohni dini bilan e'tiqodida yolg'iz Allohning o'ziga sig'inar va butun vujudini tafakkurga, tadabburga qaratardilar. Ba'zan uzoq kunlar u yerda qolib qolardilar, uylariga kelardilar, Xadija onamizdan ba'zi yemish narsalarni olib yana chiqib ketardilar. Mana shunday qilib yurgan bir paytlarda, ayni mana shu Hiro g'orida turganlarda, Ramazoni Sharif oyida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga buyuk payg'ambarlik vazifasi topshirildi. Yer yuzini nurga to'ldirib, Qur'oni Karimdagi birinchi oyat Estaizu billah Iqro bismi robbikallazi xalaq oyati nozil bo'ldi. Sizni yaratgan Robbingiz nomi ila o'qing degan topshiriq keldi. Va mana shun bilan payg'ambarimiz alayhisalomni payg'ambar bo'lganliklarini xabari keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari nihoyatda ta'sirlanib ketdilar. Kutmagan narsa bo'ldi. Chunki g'orda turganda birdan Jabroil Amin alayhisalomdek buyuk farishtani ovozini eshitishlari, o'qi degan gapni eshitganda o'zlari hayron bo'lib, "Analastu biqori, men o'qishni bilmayman" deganlarida Jabroil alayhisalom mahkam bag'rlariga bosib, butun dunyoni ilmini bu zotga kirgizib va oxir zamon payg'ambari bo'lgan xabarini berganlardan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam shoshilganicha qo'rquv ila g'ordan uyga qaytdilar. Uyga suyuklik mahbubasi, zavjasi Xadija onamizning uylariga shoshildilar.